Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bir klinik holatni razbor qilmoqchi edim. Bemorlarimiz tomonidan ko'p savol tushadi. Doktor, men bir doktorga bordim, sizga o'xshagan stomatologga. Ildizlarim butun, ammo olib tashlashyapti. Ustida qanaqadir bir hosila bir kista bor ekan deb aytishadi. Haqiqatdan ko'p holatda kistani razmeri несоответствующий bo'lsa, воспаленный bo'lsa, ya'ni yiringli bo'lsa, albatta biz ildizlarni olib tashlab, tozalab, o'rniga implantat qo'yamiz. Aks holda mana bu bemorimizda biza ildizlarni saqlab qolish rejasini olib bordik va ularni saqlab qoldik. Men sizlarga shu klinik holatni ko'rsatmoqchiman, uni e'tibor qiling. Mana shu ikkala rasmga do после, ya'ni bu tepasidagisi, ya'ni bu bemor bizga kelgan holat, bu rezultatimiz. Ya'ni nima bo'ldi? Xo'p, kistani joylashuvi mana shunday katta hosila. Ya ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi tish sohalarini qamrab olgan. Shu bilan bemor keldi. Bizda davo rejalarini olib bordik. Ya'ni terapevtik tomondan, xirurgik tomondan va rezultatga erishdik. Pastki rasmda bu rezultat. Ya'ni e'tibor qiladigan bo'lsangiz, kanallarimiz davolangan mana. Albatta terapevt stomatologimiz baraka topsinlar. Oliy darajada davo rejasini olib bordilar va men xirurgik holat bilan yakunladim. Mana bu tepadagi rasmga qarasangiz, mana shu воспалительный protsess, pastda bu hosila yo'q. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ko'rishimiz mumkin. O'chirib e'tibor qilsangiz, mana yuqorida mana shunaqa holat turibdi. Pastki rasmimizda uni yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu qanaqa olib boriladi? Mana bu videoga qarashingiz mumkin. Mana bir tishni ustki qismidan kiriladi. Milka ochilib, ildiz usti uchi kesilib, воспалительный protsess olib tashlanadi. Xo'p, mana ikkinchi rasmga o'tamiz. Mana bu rasmda ko'rinib turibdi. Bu боковой срез deyiladi, ya'ni yon tomondan ko'rganimizda ham mana kistani chegarasi. Katta chegara. Mana shuni ichi to'qima bilan to'lgan. Suyak to'qimasi emas, bu yerda yumshoq to'qima. Uni yomon tomoni shundaki, bu sekin-sekin, ya'ni suyakni yeb boradi. Ildiz qimirlash tufayli уже mana shu ikkita ildiz olib tashlanadi. Biz bu holatda hali tepada ko'rsatganimdek, mana shu весь воспалительный protsessni olib tashladik. Olib tashalganimizdagi mana bu rasmga e'tibor qilsangiz, bu sog'lom to'qimaga kelib qoldi. Ya'ni воспалительный protsessni olgandan keyin, ya'ni xirurgik muolajadan keyin. Mana bu holat do, mana bu holat после. Postlikda nima? Mana atrofida kerakli suyak to'qimasi hosil bo'lgan. Bu yerda esa ya'ni kistani chegaralari, mana suyak to'qimasi yo'q. Keyingi rasmimizda ham boshqa srez tepadan qaralganda, bu yerda ham xuddi shu farq yaqqol deb ko'rsatmoqchimanki, mana suyak yo'q, ya'ni mana shu sohada kista bor. Pastki rasmga qaraydigan bo'lsangiz, уже bu yerda suyak hosilasi paydo bo'ldi. Demak, biz ildizni saqlab qola oldik va bemorimizga hozir keyingi muolajamiz ildizlar saqlab qolingandan keyin mana shu bo'shliq sohaga, ya'ni bu sohaga ikkita implantat ekamiz va tishlarini to'la-to'kis tiklab beramiz. Shunaqa salomat bo'lasizlar. Foydali bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz.